O'zingizni jiddiy qo'rqinchli narsalarga tayyorlang. Bu ko'rganingizda pushaymon bo'lmaydigan eng qo'rqinchli videolar. Qorong'i haqiqat kanalimizga obuna bo'ling. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Ushbu qo'rqinchli video har bir ota-onani eng dahshatli tushida xavfsizlik kamerasiga tushib qolgan bosqinchini ko'rasiz. 2020-yil iyun oyida ertalab soat 12 da olingan bir erkak Pensilvaniya mahallasida ikki qiz o'zi yotoqlarida uxlab yotgan vaqtida derazadan kirib kelayotgan ko'rishadi. Bolalarni onasi o'ziga nomorim bo'lgan gumonlanuvchi qo'lga olishga yordam berish mumkin deb bu kadrlarni oladi. U nima uchun uyini nishonga olishga ishonchi komil emasdi. Bir erkak tezda qizni yotoqxonadagi chiroqni o'chiradi, kameralarni elektrdan o'chiradi, keyin esa boshqa xonaga kirib oldi. Eshikdan chiqib ketadi. Ayol o'zini kimdir kuzatib turgandek his qiladi. So'ng chiqib kelayotgan qo'rqinchli bosqinchini ushlab oldi. U darhol bolalari yaxshimi yo'qligini bilish uchun yotoqxonaga yugurdi. Voqea paytida ulardan biri uyg'onib ko'rgan odamni bu Jeymin deb chaqirdi. Oila va politsiya gumonlanuvchi shaxsini aniqlash uchun yordam so'ramoqda va har qanday ma'lumotga ega bo'lganlar. 2021-yil yanvar oyida Silviya tomonidan YouTube'da nashr etilgan ushbu qo'rqinchli videoda hayratlanarli darajada oshxona tasvirlangan. Bu yerda juda g'alati hodisalar ro'y berayotgan edi. Xonaga o'rnatilgan kamera oshxona jihozlarini qimirlashini, mebel eshiklarini ochilib yopilganini, hattoki kir yuvish mashinasining eshiklari ochilib yopilayotganini tasvirga olgandi. Bu yerda yana bir tushunarsiz shovqin ham bo'layotgan edi. Ko'rib turganimizdek oshxona anjomlari ozdan ozi qimirlab yurib ketyapti. Aziz tomoshabin, nima deb o'ylaysiz? Bu hodisalar haqiqatga yaqinmi yoki yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Ko'zlaringiz sizni aldamaydi. Siz shunday deb o'ylaysiz. Bu video TikTok'ga DSRC akkaunti tomonidan taqdim qilingan. TikToker shu bino yonidan haydab ketayotib podval oynasida g'ayrioddiy narsani ko'rib qoldi. Yo'l chetida to'xtab u derazaga qaraydi. Uning ustida panjara bor deysi. Yaqinroq qarash uchun mashinasidan tushishga qaror qildi. U kattalashtirganda siz birinchi navbatda barmoqlarni ko'rasiz. Bolaning kichik qo'llari metal panjara bilan o'ralgan. Yaqindan ko'rib chiqsangiz uning kichkina yuzini ko'rishingiz mumkin. Ba'zilar deyishini u yerdan uzoqlashishi kerakligi haqida ogohlantirayotganda tiktokerlardan biri Kayla uni yanada yaqinroq bo'lishga undab qo'rqma tegin deb yozadi. Yigitning esa bundan yaxshigina xavfsiz. Ushbu qo'rqinchli video sizni Snapoyga chiqish haqida 2 marta o'ylashga majbur qiladi. Singapur kanalidan olingan ushbu video Rossiyaning YouTube ham jamiyatida katta qiziqish uyg'otdi va buning sababi yaxshi edi. Birinchi shaxs nuqtai nazaridan suratga olingan ayol liftda ketayotib liftning shaffof eshiklari yonidan bir qavatda to'xtab turgan figurani ko'radi. Ayol dahshatli soyaning orqasidan quvib zinapoyiga yetib keladi. Bir nechta parvozlarni amalga oshirgandan so'ng u o'zining tepasida bu dahshatli tushni ko'radi. Qora soya figurasi unga qarab yugurib yana bir necha parvozlarni amalga oshirdi. Pastki qismga yetib kelganidan so'ng ayol qora soya qaytib kelishidan qo'rqib lift tugmachasini bosadi va liftga chiqadi, lekin eshik yopilmaydi. U qancha harakat qilmasin, eshik ochiqligicha qoladi. Keyin u yana liftdan yugurib chiqib zinapoyadan pastga tushmoqchi bo'ladi, lekin bu soya yana uning yo'lidan chiqib qoladi va ayol ortga chekinadi. Savol: siz shunday holatga tushib qolsangiz qanday yo'l tutardingiz? Ijtimoiy xizmatlar xodimi odatda yarim tundagi kutilmaganda paydo bo'lmaydi, ammo bir necha hafta davomida Sakramentodagi uyga 4 marta yaqinlashadi. Bu eshikka o'rnatilgan kamerada yozib olingan edi. 4 farzandning onasi erkakning shaxsini aniqlash va uning xavfsizligini ta'minlash umidida tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qildi. U har safar uyga yaqinlashganda ayolning eri uzoqda bo'ladi. Videolardan birida erkak o'zini ijtimoiy xizmatlar xodimi deb da'vo qilayotgani eshitiladi, boshqasida u
Bolaning yig'layotganini eshitganini aytadi, u onasiga ichkariga kirishni xohlayotganini va kerakligini aytadi. Ismi oshkor etilmagan ona notanish odamni ket aks holda politsiyani chaqiraman deb baqiradi. Sherif departamenti erkakka oilaning uyga boshqa yaqinlashmaslikni buyurgan bo'lsa-da, u baribir yaqinlashgan. Tovertu muxbiri Stellars bilan gaplashgan odam, meni u yerga borib ularni tirmayman, vaqti bilan u yerga boraman, ular yaxshimi yoki yo'qmi bilib turaman deydi. Erkakning gaplari haqiqatmi yoki yo'q, lekin aniq narsa shuki, u ijtimoiy xizmat xodimi emas. Video kuzatuv kamerasida yozib olingan va bir tiktoker tomonidan TikTok'ga joylangan. Bu yerda tunda sayr qilayotgan bir figuraga ko'zimiz tushadi. U chapdan o'ngga harakat qilayotgan edi. Yaxshilab qarasak, uning orqasidan qandaydir sharpa bo'glari harakat qilardi. To'liq bo'lmagan figura yurish paytida biron bir narsani ushlab turganga o'xshaydi. Ehtimol o'zining boshi u yurishda davom etarkan undagi bug'lar go'yoki yo'qolayotganga o'xshardi. Oxirida biz juda oz qolgan bug'ni ko'rdik. Bu holat go'yoki bo'lmaganday u yo'qolib qoldi. Qiziq, bu vaziyat meni o'ylantirib qo'ydi. Axir kamera yo'q narsani tasvirga olmaydi-ku, nima deb o'ylaysiz? Bu qanday sodir bo'lishi mumkin? Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Sizga ko'proq qaysi holatlar ma'qul bo'ldi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan qorong'u haqiqat bo'ldi. Kanal egasi Alisher.